O'zbekistonda 5 ta bor desam shu texnikaga ishonasizlarmi? Shu texnikamiz sotiladi. Belarus 100 texnikani sizlar uchun obzor qilib, narx-navolar bilan qo'yib chiqarib boramiz. Albatta videoga podpishka uchun like bosib turasizlar. Ushbu texnikamiz Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan, Jama shaharchasidan shu texnikamiz sotiladi. Oldi bolalardan boshlaydigan bo'lsak, oldi bolalari yangi qo'yib qo'yilgan texnikamiz mana bir rasxodlari yo'q. Zatimimiz motor korobkalari ochilmagandan bo'ladi, motorda rasxodlari yo'qdan bo'ladi. Ushbu texnikamiz Belarus 100 texnikamiz turbo kompressor bilan chiqqan, turbo kompressorlarni olib qo'yishgan, lekin hozirgi holatda juda ham zo'r ishlab turibdi. Texnikamiz xudo xolasa ko'jiqlarda yorug'i yo'q, zatimimiz korobkalar ochilmagan, o'zini bolt egalari turibdi, kulib tushmaganidan ko'rib turibsizlar. Bartoylarda yog' oqmagandan bo'ladi, rasxod yo'qdan. Bartoylarni ham ko'rib turibsizlar, o'zini balonlari ham juda ham zo'r holatda. Shtanger sotilmaydi. Bu texnikamiz narxi keladigan bo'lsak 160 million kam bor deb aytib o'tilyapti. Ozgina kam bor. Ishlagan soatlari ham 5000 soat ishlagandan bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Bu holatlari ham bu holatga xudo xolasa bu narxga demoqchiman, juda ham arziydigan texnikamiz. Bu shtanger sotilmaydi, texnikamizni o'zini sotiladi. Xo'p, bu tomonlarni ko'rsatib qo'yaylik sizlarga. Kabinamiz ramolotlarini ham ko'rib turibsizlar, chirimagandan bo'ladi mana bu tomonlari ham. O'zini bartoylarida, mana demoqchiman, ust pislari mashinada ochilmagandan bo'ladi, yo'q oqmagan. Texnikamiz ishlab turgan holasidan sizlar uchun obzor qilib chiqarib berilyapti, akalar. Bartoylarda ko'jiqlari yorug'i yo'q, kulib tushmagan, korobka zatimimiz ochilmagandan qidirib yurganlarimiz bosaverasizlar. Sizlarga endi texnikamizni ichki holatidan sizlarga ko'rsatib beramiz. Sariq nomerda nomlaringa sirazu o'tadigandan bo'ladi. Dokumentdan muammo yo'q. Ishlagan soatlari 5000 soat ishlagan. Hali ham ishlab turibdi soatlar. Texnikamiz salon holatlari. Shunday Belarus texnikasini qidirib yurganlarimizga ushbu videoda jo'natib qo'ysalaring manfaatli, foydali bo'ladi. Xudo xolasa Qobulov kanaliga like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring sizlarga shunday arzon texnikalardan qo'yib chiqarib boramiz. Endi holatda shu texnikamizni yurgizib sizlar uchun ko'rsatib beramiz. Akalar, sizlarga qanaqa texnika kerak bo'layotganini ham kommentariyada yozib qoldirsalaring, sizlarga shunaqa texnikalardan qo'yib chiqarib boramiz. Xudo xolasa yo'llaring sog' bo'lsin, hammalariga bilan yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Bu texnikamizni ko'rib turibsizlar, yurtda motor holatlari ham juda ham tekis holatda ishlab turibdi. Endi holatda sizlar uchun ko'rsatib beriladi.